Assalomu alaykum. Cobalt haydaydigan yurtdoshlar. Mana Cobaltimizni tablosida 20 raqami paydo bo'ldi. Bundan tashqari kitobcha belgisi ham chiqib qoldi. Buni qiziqib ko'rganimizda 20 raqam o'sha quyilgan moyning oxirgi 20% qolganligini belgisi ekan. Ya'ni moy almashtirish vaqti yaqinligi, moy almashtirishga belgi. Kitobcha belgisi esa bir vaqt o'zida o'sha texnik ko'rik, moy almashtirish va o'sha filtrlar, boshqa narsalarni almashtirishga belgi ekan. Xudo xolasa moy almashtiramiz. Buni meni provoygim 30100, 23600 da moy almashtiruvdim, 30600 ga beruvdi. 400 kilometr razniya bilan bu belgi chiqdi. Endi xudo xohlasa yaqinda moy almashtiramiz. Rahmat.